Dada, No'ruz bayrami degan qandaq bayram? Oğlum, No'ruz bayrami Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, O'zbek, Tatar qatorliq millatlarning an'anaviy bahor bayrami. Har yili 3-oyning 21-kuni kun bilan tun tanglishidir. Bu qish faslining oxirlashib, bahor faslining boshlanganligini derak berdi. Ajdodlarimiz mana mushu kunni No'ruz bayram qilib, turli an'anaviy faoliyatlar bilan tabriklab, tantana qilib kelgan o'g'lim. Tushundim dada. No'ruz geldi, bahar geldi, kendaniler yasandı. No'ruz geldi, bahar geldi, kendaniler yasandı. Oyat olmaq qalblar saf, yigit ishon va badaqil. Oyat olmaq qalblar saf, yigit ishon va badaqil. Baharni chillan nur, hayotni gullagan nur. Baharni chillan nur, hayotni gullagan nur. Muhabbat ham inonlikni, yurakdan kuylagan nur. Muhabbat ham inonlikni, yurakdan kuylagan nur. Bayramlık toplu ediniz, yüzolda da iş yaptı. Hadi yok, mırayının hayalet yarak, onu yaşarsınız. Hadi bu ne yapalım?
Assalamu alaikum, hürmetlik atıla, anıla. Noruz bayramımızga qutluk bolgay. Bugün ecdatlarımızdan bizge udun kalan, sizler atıllarımız, anılarımız bizge yetküzgen qutluk Noruz bayram günü. Bugün Miraç şirketi bizden ecdatlarımızdan kalan isil en kadimi bayramımızını atıllarımızga, anılarımızga başlardan nurgun ısık soğuklarını ötküzüp bizgiçe bu bayramını yetküzgen atılağa, anılağa Noruz bayramlık daskan saldı. Rahmet. Biz bayramımızda bugün peşkadem el söygen hürmetlik ustaz senetkar Abdüz Şakir akımızın bayramlık soğusu ile başlayımız. Merhamet. Miskin yetimlerge hemşe şefkat kıt ki nefsin rahitini de ligin kılma vefalıklı tefekkür bunun bilen hayatın kelgisin uylan temakler gertenlikni gadadin vay gadadin evliyalıkni Kader deryasında yüzler kırık bu heval Kavgalık Nigarın izdigen kaktik kaysı Güzardan Kızı kerdem bağlığın elge muhabbet aşinalıkni hayal derdi muhabbet aşinalıkni
Bugünkü qutluk bayramımızning mübarek dostluğunu sağan himmet egillari Miraj şirketining sahibxonlarini men mehmonlarga tanishtirmoqchi. Qani marhamat. Miraj şirketining qurg'uvchisi, bosh nazoratchisi Abduzahir Hajim. Miraj şirketining bosh direktori
Kerim Mahmut Hacı. Miraç şirketinin kanuni vekili Hul sağıcısı Abdurrışit Hacım. Miraç şirketininki iqtisodga mas'ul Hul sağıcılardan biri Abduveli Hacım. Miraç şirketining kundilik boshqarish ishlariga mas'ul direktori Mirahmat Hacım. Miraç şirketining ishxona mudiri Minavvar xonim. Miraç şirketining keyingi izbosarlari Ahmetcan Hacım. Yani bir izbosari Rahmetullah Hacım. Biz Miraç şirketiga mushundaq No'ruzlik dasturxonni mushundaq jamoat arboblari bizga yo'l ichib bugungi ulab kelgichi adiblarimiz, san'atkorlarimiz, olimlarimizga davomliq dasturxonning kengri, davomliq bayramliq dasturxon choylarini tayyor qilib turishini qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Endi Miraç şirketining baş nazoratchisi Abduzahir Hacım o'zining olimlarimiz, jamoat arboblarimiz, otillarimiz, onillarimizga deydigan bir ikki qiz so'zi bor ekan. Marhamat. Muhtaram Mirajning aziz mehmonlari, men so'z qilishdan burun mush yemek-ichmek sohasida qo'zg'alish xarakterlik ta'sir ko'rsatgan Kerim Mahmudni birinchi qatim so'z taklif qilaman. Assalomu alaykum. Bugun musorinimizga ulug' qadamlarini aymay besib kelgan ustoz, ota, onalar. So'rinni o'rinlashtirganda men mayada bo'lmaganligim uchun men bu yerga oqshom yetib keldim. Shunga men chaqirilgan mehmonning 60 yoshdan oshgan o'z davrida millatga ruhi uzuq bergan va alayda to'hfa ko'rsatgan. Hozir damilayotgan odamni asos qilib hech qanday to'lqisini olmagan. Muhabbat va ularga bizningki rahmat etishni asos qilgan bir so'rin tuzilganlikdan men o'zim Malayziyada edim, ishlar bilan shu shirkatning ishlari bilan shu yerda ulab qolgan. Shunga shu so'ringa oqshom yetib keldim. Bugun men shu so'rinda aqasinglar bilan bir dida ko'rishishga nisb bo'libdi. Shu munosabat bilan men o'zimni bir tushuntirib o'tmoqchi. Men o'zim qusqimda to'la umuchim yo'q. Ammo to'limi ta'lilik odam. Men o'zim shu Miraj shirkatininki qurg'uvchisi. Ammo men o'zim qurgan bilan deslab Miraj shirkati Enjir tiztamoqxonasidan boshlangan. Men Enjir tiztamoqxonasidan ta hozirgi Mirajni qurg'icha uyan tomoshabinlikni qurib kelgan odam. Chunki har qatim bir ish qilaman deb o'tirg'i chiqsam, nurg'un aloqina birodarlar, masalan, Enjirning qurilishida, deslab qurilishida Muxtar Bug'ra, Ablekim Kelkun, Axtam Umar, Zajidbandagi Anvarlar maslahat qilib qurilib qolgan. Men uchun mana narsani qurish nihoyat osonga to'xtagan, ta'lim bo'lganlik uchun. Shuning bilan Enjirdan boshlab hozirgi kelgacha 10 yil bo'ldi. Keyin Miraj yemek-ichmek shirkatini qurib, biz shu do'stlik do'konini boshlaganda, endi bu do'stlik do'koniga ketgan pul ba'zanlar bilishinglar mumkin, ba'zanlar bilmasliginglar mumkin. 25 million pul bilan 120 qo'l hunar san'at ustozlarininki 3,5 yillik qon terida bitib chiqqan. Shunga men Uyg'urlarning azaldan shu gapi emas, men pul topmoq oson, tutmoq tez deb. Mush shirkatni, mush do'konni boshlaganda, mush kichkidan tortib pul tepishga eng moyir,
bizning dadam onamlidan tatib danglaydigan Abdurishtajikam, hem pul topalaydigan, hem pul tutalaydigan Abdurishtajikam Dəmillamninki aksi. Muş adamninki alaydı çoğ hayatı tapqan məbləğini bana ayımay berişi bilen Abdurishtajikamla at çoğ dini zat olganlık için Ahmet Xetivacım degen çoğ aileninki nevrilleri. Velirajikam dadamның canjigar dostu Abdurishtajikamның oğlu. Demek dadam ve bu Velirajikamның dadısı Zahir Dəmillamның dadısı Hacı Mehmet Qarajikam, Abdurishtajikamның çoğ dadısı Ahmet Xetivacımla hiç nimini ayaşmaydigan, bisi-bisiga hürmet sazavar bilen kelgen kan qeyrindaşlar. Muş dükkanı qurish uchun muş adamlarning mablag'ini asos qilib Uyg'urlarning milliy madaniyat, büzekçilik, yemek içmeklik, asarat yıkılarını jenimizning yetişçe muşu biz bilmegendan keyin biladigan adamlarning maslahatini elib bugungi muşu Miraj yemek içmek ordusini qurib chiqishga muş adamlar alayda asosli kuchni chiqargan. Mening hozirmi chet elda xotirjam 2 oylab, yillab yana boshqa ishlarni yo'l echishga aqib tövrik bo'lib, meni mishadan xotirjam qilib, kang-kangri qanotimni qo'yib berib, mush butun eg'i yukni zimmasiga elib olgan Abdurishtajikam, Velirajikam, Zahir Dəmillamga alayda rahmet. Masalan, bugünkidek sorunni men urunlashtirishni o'ylagan bo'lsam-mo, mening iqtidorimda mana shuni qilolmayman. Şuna bu işni men Malayziyada anlab to'liq ta'sirlanib ketib, bugungi sorunning qurg'ichisi, loyiligichisi Abduzahir Dəmillam. Endi madamni men bir alayda tunishtiraman. Endi asosiy jihatdan mush anni vasillarning cho'ng rahmati bu adamga. Bu adam o'zi mendan kichik. Meningki bola eg'inam. Endi meningki ustozim. Bu adam bizning ma'vu ochgan sistemalik maktablarimizda menga o'xshab faqatla o'qimagan bo'lsa-mo, o'zi o'qib, 7 tilni ona tildek biladigan olim adam bu. Bu adamning o'qigan maktablari mamlakatimizda sanig'in bo'lmasa-mo, endi Angliya, Misr, mush o'tir sharqlarda alayda ko'zga ko'ringandek bilim egallagan bala alim. Şuna muş adam hamda muş haqasınlığa bir yüzünü bir tunuşturup haqasınlığa 2 qiz gap qilib berishini men talab qilaman. Demoqchi bo'lgan gapning asosi ko'p qismini Kerimkam deb o'tdi yuqorida. Faqat men tuvanda mehmonlarimizga bo'lgan samimiy salomimni deyishdan cheklanaman. Assalomu alaykum hurmatli qadrdon otalar va peshqadam ustozlar. Mehri cho'nqur kuyimchan onalar va xonimlar. Bugun ko'klam elchisi bo'lgan Navro'z bayrami munosabati bilan cho'nqur istaklarga to'lib, yiroqni yiroq ko'may, bu oddiy sorunimizni qadam tashrif qilib, ko'ngil shodligimizga shodlik qo'shgan aziz mehmonlar. Men Miraj yemek içmek asdarlik shirkati nomidan hammanglarning qutlug' Navro'z bayraminglarni tabriklayman va sizlarga cho'nqur oliy ehtirom bildiraman. Bundan birga yana milliy madaniyat tariximizning keyingi bu 60 yillik musofasini xilma-xil shalliq ijodiyat natijalari bilan bezab o'tib, amdilikda shu yillarning tirik guvohchilari bo'lishdek sharafni saqlab kelayotgan. Hamda madaniyat qurilishimizning bugungi varislari uchun bir tirik obraz bo'lib kelayotgan. Yuqoridagi peshqadam namoyandalarni oddiy bo'lsa-mu o'zining qalbidagi sizlarga bo'lgan cho'nqur ehtiromini bildirishini o'ziga eng aqalli farzandlik majburiyat deb bilib, madaniyat qo'rg'onlarimizning har biringlardek posiballarini bugünkidek bir şekilde o'zaro didorlashib maqsadida bir dasturxonga yig'ishni o'ziga xos
bir ma'noga ega to'liq ahamiyatli bir ish deb tunib, ko'pchilikni oddiy bo'lsa-mu bugünkidek so'rinni tayyorlagan Miraj yemak-ichmak asdorlik shirkatidagi barliq rahbarlar va barliq ish xizmatchilarining hammalarining Nuruz bayrami qutlug' bo'lsin. Bugünkidek ma'noda xosiyatli so'rinning kun tartibini o'zimizning shaxsiy arzu-armonlari, boshqa ko'z qarashlarimizni deb buzmasligimiz uchun, mas'ulning ahamiyatini taqimi o'z ifodasini toptirish uchun men mushundar gap qilmayman. Jiroqdan kelgan ustoz peshqadam olimlarimiz va har sohaning umumiy hayotida natijalar yaratgan peshqadam ustozlarimiz va shularning so'zini anglab, so'rinimizning ahamiyatini oshirsak. Mening gapim shundan tamom. Hamda el söygen söyümlük sanatkarımız Abdurrahim Hayit Efendi'ni Nuruz'umuzga atab bir nakşi aytib berishga taklif qilamiz. Merhamet. Cahan rena leriçre bilimdek bir güzel yar bilim dil özgü tutkan yar bulur gayda bar yok. Girip nefsimni keynige bilim dil öz giyar tutsam Düşümga kel sıdır küller Uçakda sen kebi har yok. Feragat iz desem asla bilim dil öz giyar tutma senin kadrin ni saklaşta bilimdek yakşı hemkar yok. Kara kaşlı tılın aylar sana bir net çıkı hemrah. Eğer sen budun ayrılsan şu an taşlaydı hiç ar yok. Mal kılma felek niher kaçan bektin geçer gelmez bir gün baya etsen de git gaday yok belki kazdar yok. Leritre bilimdek bir
güzel yar yok. Dilim dil özgü tutkan yar bulur bulur ucayda var yok. Dilimdek bir güzel yar yok. Assalomu alaykum muhtaram otalar, onalar. Bizning dunyo e'tirof qilgan ustoz san'atkorimiz, xalqaroliq rassom G'ozi Ahmad akani Miroj shirkatiga o'zining No'ruzlik sovg'asini taqdim qilishga taklif qilayli. Marhamat. Assalomu alaykum muhtaram bugungi so'ringa qadam tashrif qilgan mehmonlar. Shuningdek Miroj yemak ichmak hassadorlik shirkatining qurg'uvchilari, hojimlar. Yaxshimisizlar? Men bugun Miroj yemak ichmak hassadorlik shirkatining mehmonlarga salgan katta dasqindan foydalanib, bugungi bu so'ringa ishtirok qilgan mehmonlarning, shuningdek bu şirketinin barliq kelishi uchun qon terini singdirgan hojimlarning No'ruz bayramini qizg'in tabriklayman. Bu o'rinning Uyg'ur xalqining an'anaviy binokorlik san'atidan eng munavvar o'rnaklarni elib, shundoq go'zal zinnatlanganligi, shuningdek buningga xalqimizning hunar san'at o'rnaklari, uning nusxalarini muzi holatga keltirganligini ko'rib huzurlanib o'tdim. Ham buningga aql farosat ishlatgan bu hojimlarga ofirin o'qib, chin ko'nglimdan rahmat aytib o'tdim. Men faqat tunugun bu faoliyatning bo'lganligidan xabar topdim. Endi men quruq qo'l kelishga azroq uyaldim. Cho'ngroq bir narsa olib kelishga vaqt yor bermadi. Shuning uchun men bir parcha o'zimning o'z qo'lim bilan yozgan husn xatni olib keldim. Bu mening bir ko'ngil so'g'am, qabul qilishinglarni o'tinaman. Bu husn xatga yozilgani arabcha so'z bo'lib, al-mat'amul islomiy degan so'z. Buning uyg'urcha ma'nosi islom taomlari degan gap. Men imzo qo'yib tamg'amni bosdim. Men ishiniman hojimlarning halol emgaki bilan topgan iqtisodini sarf qilib, bundaq katta bir shirkatni qurganligiga qaraganda bu cho'qim rivoj topadi. Bundan keyin taxmo taraqqiy qilganligiga ishinaman. Rahmat ko'pchilikka. Endi bizning katta olimlarimizdan birisi, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni ana tilimizda bizga yetkazib bergichi ustozimiz Muhammad Salih Qarajim ustozimizni ikki kalima so'zlab berishga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetli sorun ehli. Biz bugün No'ruz bayramını ötküzüp münasebeti bilen bu Miroj şirketininki Ordu'ska yığılıp cem bulup oturttumuz. Miroj şirketininki bu sarayı bizninki mimarchilik san'atimizningki eng isil namunalarini tarkib topgan bo'lib, bu qurilishninki qad ko'tarib maydonga chiqishi bizninki naqqoshchilik, me'morchilik
san'atimizni yana alayda yuqori bir seviyeyə ko'targan bo'ladi. Bu munosabat bilan Miroj shirkatining xo'jayinlari bizningki burunqi an'analarimiz bo'yicha mushu o'rniq atab bir arab she'r yozib berishimni buni o'zimizningki an'anasi bo'yicha naqsh bilan o'rninki tomlarga uyib chiqdiganligini aytgan edim. Men bu sorunda arab she'r yozib o'qishning toza munosib emas ekanligini aytib o'zi bayon qilgandan keyin shirkat xo'jayinlari xalqaro so'rinlarda podshohning o'rdanlarida arab she'r yozib o'qiysan bizning bu yerdagi o'rnimiz san kichik kelib qolamdi degan chaqchaq so'zlari meni bu o'tinishni qayta o'yinlashga majbur qildi. Demakchilardan bizningki tarixiy an'anaviy qurilishimizni nazarda tashladigan bo'lsak, mashhur, dangdar imoratlarninki keyingilarga o'rnak bit saqlab qolish uchun, tunishtirish uchun ularga naqsh bilan ba'zi arabcha, farscha she'rlarni yozib qoldirilgan. Shundaq bo'lganlik uchunmi bu qurilishga shundaq she'rlarning yozilishini uyg'un deb qarayman. Masalan, Oppoq xo'janing bozorining oldigan bo'lsak, cho'ng darvozasidan kirgandan keyin ko'z oldimizdagi qabriga yozilgan mundaq farz she'r bor. Bima'shuqi badu andar jihan taq maqami aşiqi ra hamshudu juft baguşi dilarsat ashat fi g'ayb ki tarihi vafat tashra xudo guft. Bu she'rdan Oppoq xo'janing kelaqi bino bo'lgan, yani Oppoq xo'janing o'lgan vaqtning tarihi abjaddan chiqarilgan. Bu sınay tushki Zeynul Aimma mazari Zeynul Aimma degan Qashqarda bizningki o'z vaqtida o'tgan, tarixda o'tgan zo'r olim. Nurg'un asarlarni yozgan. İslam fiqhidagi Hidoyaning sharhi mashhur Nihoyaning muallifi ana shu Zeynul Aimma. O'z vaqtida ilmiy asarlar bilan zo'r shuhrat qozongan bo'lib, bu zotninki ta'rif uchun ayni zamonninki bir adibi Zeynul Aimmati la zallet hidayatuhu saddan li idlali ya'juci ve ma'juci artucu muhqaratul lakin binisbetihi yecuzu lav bahatid dünya bi artuci degan she'rni yozib qoldirgan. Bu she'rning asosiy mazmuni Zeynul Aimma shunda bir zo'r olimki bu odamninki yetakchiligi hidoyat nurlari mangu chaqnab tursin. Ortish bo'lsa kichik bir arzimasga mush odamning otishliq bo'lishi bilan dunyo otish bilan faxrlansa arziydi degan mazmunda. Mundaq desam otishni maqtaydi ekan demanglar. Men tarixiy bir voqea so'zlash uchun tilga ilib o'tyapman. Lekin mening jutum otish xalqi hozir boshqa yer qaraganda fikrim ko'p meningki. Buni ayrim kishilarga da'vatman, bu so'zni demayman. Demak men jutparast emas demoqchi, jumanglar baya da'vo kelib qoldi. Shuningga mashhur bizning olim tarixda o'tganda tajalli sohibninki yozgan bir qasidasi bor. İlal acemiyil birri hiccu fazalikum habibun radiyun vel humamul muyammamu deb boshlandi. Divan lug'at turkda mashhur olimlarninki nomi kamdan kam tilga ilinish bilan billa shoshda o'tgan bir olimninki alohida tilga ilinib uning nomi qoldirilgan. Bu
Bununla Surah Lut'unki muallifi karşı özününki Surah Lut'u yazgan zeylede bu adamninki kavni ziyaret qilgan vaqtda onun üstüge bir şiirininki yazıp kaldırılganlıkını Allah'a tilg ilip ötken. Lamma hadartu huna li es'ala haceten fecra Allah lefsi biyumnil qali iftah li Allahümme kable menahici biftuhi hadil alimil kaffali. Kaffali şaşı degan alimninki şu gümbüzüge bu şiirini atap yazıp naqshlar o'ydirilgan. Bu şu anilarga asosan buni bu şu Mirojning ordusiniki bir xotir sifatida keyingilar qoldirish uchun bir yozilgan arab she'ri bo'lib buni men ahli so'rin oldida o'qib o'tay. قم حبيبي ننطلق كي نطربا أنا أحيانا أحب الطربا قصر معراج فريد مشرق وصفه يعيي جميع الخطبا بين عيني بدا القصر المهي بفإعظاما خلعت الجوربا صفة الأحباب طرا دعيت فاجتمعنا فقضينا المشربا أيها الزائر في ظل المنى أترى قصرا هنا أم ملعبا فلدى القصر وقفت حائرا وأجلت الطرف فيه معجبا وهو فرد في المباني كلها فجواد الحسن فيه ماكبا بالمباني كلما نزرته فتراه في المباني كوكبا نهر حسن القصر لم ينضب إن كان نهر الأرض يوما نضبا بجلال الصنع قد يمدحه كل ضيف عجما أو عربا فإذا ما جئت في أنحائه ذقت طعاما مشتهى مستعذبا في زوايا القصر يوما جالسا صرت أبكي لشباب غيبا أعجبتني يا خليلي ها هنا قولة الخدام لي يا مرحبا فبنت فتية من صفة القوم هم كانوا صراط نجبا قد أعادوا أحد أجداد لنا أحسن الصنع فنالوا المطلبا فكتبتم صفحة خالدة صفحة المعراج يبقى حقبا صاحب المعراج قد علمنا أن الصنع أما وأبا صاحب المعراج قد علمنا أن الصنع أما وأبا رجل صنع اليدين عندهم من جميع الناس أعلى رتبا صادت المعراج ترا لبسوا من تراث المجد ثوبا قشبا كل ما في القصر من أعجوبة قلمي لم يستطع أن يكتبا برحمة الله. Assalamu alaikum. Hürmetli ustazımız, kılşunas, cemaat erbabımız Emin Tursun Hacı Maksimizne iki kelime söz tutuşu teklif kılımız. Merhamet. Esselamu Aleyküm Novruz ehli. Hemmelerinin Novruz yani yeni yılları mübarek boğay. Bu Novruz münasebeti bilen bugün bir yerde Keremcan Mahmut na çok sevaplık işini başlattı. Bunun Novruz'un kutluk bayram ikenligini bilgen Keremcan yılının beşide savaplık iş kısa yılının ahırgıcı savaplık tapıdı diye udumga bek rayı kıgan. Şu münasebet bilen
Şinjan'ın her joylaridan kalem ehlinin vekillerini teklif kılıp bu Novruz bezmisini uyuşturuptu. Bunun için köp teşekkür. Allah rahmet kılayım. Cemaatga mening bir murojaatim bor. Asli ikki murojaatni bir murojaat bir 2 kundan keyin Şinjan gazetida e'lon qilindi. Bizning Novruz bu yeni yıl bayramı. Yani dünyada her qaysi milletlerinin her xil bayramları var, her xil yeni yılları var. Ama o bayramların tolusu yeni yılı din bilen münasebetlik, dini akide bilen. Bizning Novruz olsa kadimki ağullarımız, yani ecdatlarımız köşmençi çarvıçılık hayatı yaşayan vaxtida, onundan keyin dehqonchilikqa o'tgan vaqtida coğrafiyalik zona ve astronomiyalik hodisalarni, tabiat qonuniyatini mo'lchallab turib Novruz vaqtini tayinlagan. Yani kış aylarından o't o'tib yoz aylarida hamal kirish vaqtiga, yani kun bilan tun tanglashgan chaqqa bu yozg'i turum deydi arabcha e'tidol. Mana shuni to'g'rilab 3-oyning 21-dan 22-si o'ta mezgil bu yeni yil o'rilgan vaqt deb kun tug'di deb at qo'ygan. Navro'zni 10-asrdan keyin Parislardan qabul qilgan. Bu meningcha hech qanday diniy aqida bilan munosabati yo'q. Mayli Yahudilarning yeni yili olsun, o Musa payg'ambar Yahudilarni Misrdan sargardonlikdan ko'chirib kelgan vaqtidan boshlaydi. Nisoralar Aysa payg'ambarning mavludidan boshlaydi, shuni milodiy yili deydi. Undan keyin İslam qabulidan keyin hijrat yilini qabul qildik. Bu Hazreti Muhammed Peygamber Mekke'den Medine'ye koşken vakti hesaplangan. Bizning Novruz hiç qanday dini akide bilen münasebeti yok. Uçakta ben bay degandek tabiat hadiseleri, hani yılının müçel sani, coğrafiyalik zonu boyunca müçellep şu yıl vakti belgilgen. Yani coğrafiyalik zonu cihetten Şarkı yerin şarının illik belvada yaşaydıgan milletler, cümleden Türkiye kabiller ve Paris'i milletlerden bulup 30 millet Nevruz'un yeni yıl kılıdı. Andın bizim bu Novruz işlep çıkarış bayramı. Şunun için bizim konular hut, katman sepini tut, emel kirdi deydi. Bu dehqonchilikning başlanganligidan derek verirdi. Andın Mart'ta bütün malvaran bulup bu koy kala tölleydiğen vaqt. Yani Mart ayida. Çünkü tabiat yaşırdı, kökleydi, kökçöp çıkıdı. Muşu kanuniyetini bizden ağullarımız pemlep, öz zamanısında yaz, kış deb 2 faslga, undan keyin asman hodisasi boyunca oyni aniqlab chiqqan, undan keyin haftalarni. Shuning uchun bizning xalqimiz bu Navro'zni yangi yil bayrami qilib kelyapti. Bu aslida biz kichik vaqtida Qabaqko'ydagi deydigan bu soğuk qo'llashning bir alomati edi. 38 yili Jallat Shinsay bu Novruz o'tkazishni cheklab o'tgan. Shundan keyin bu Novruz qilinmadi. Partiyamiz islohot va ishni echib siyosiy yo'l qo'ygandan keyin xalq qoltidan qad ko'tarib 78 yildan boshlab Navro'zni aslidi. Shundan buyon Novruz
televizyon ekranları çıktı, restoranlar kurdu, mahallelerde ötkazdı. Aldığın yılı bütün Şinjan'da 17 hayda Novruz ötkazgan. Şunun için bu Novruz fakat da cemaat ortasında asıl geldi ama hükümet aparatları tarafından resmi bayramda bekçiliği yok. Benim müracaatim bu şu sorunu yığılgan cemaat mümkün olsa Abdurrahman Halk Kurultayı'nın daimi komitesiga ve siyasi kengeşten Abdurrahman komitesiga bir müracaat sunuşunu iltimas kılaman. Hammalarga rahmat. Şirin düş gördüm tekli makanda peyda buluptu bir gayip ana. Şirin düş gördüm tekli makanda peyda buluptu bir gayip ana. Kemri alemge tarap ketkide onun ağzı altın kuldurma. Kemri alemge tarap ketkide onun avazı altın kuldurma. O dedi gelmez ömür kar beni kayıt geldi ey lekin kar valla kumdum üstüde kalmaydı izler kumdum astidin parlar armağanlar kumdum üstüde kalmaydı izler kumdum astidin parlar armağanlar. Ümmet bağışlar seher kuyaşı şol çiçekler ey yavaş çiçek çağlap yatar yolgun zminni toğraqning suyi dava yurakka quchoqlab yotar
Emrecan rahmet. Allah bekleyenizin. Rahmet. Şimdi anılarımızın vekili, bizning anılarımız içinden çıkan tilshunos alimimiz Amin G'appar xonimni ikki kalima so'z qilib berishga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetlik, aziz mehmonlar, bugün medeniyetimizin nurluq bir türü bo'lgan No'ruz bayrami munosabati bilan bu yerga yig'ilib o'tiribmiz. Mushundaq bir yaxshi kunda, mushundaq bir qutlug' kunda haqqasingizlar bilan birga bo'lganligim uchun nihoyatda xushalman. Mushu munosabat bilan barliq mehmonlarni No'ruz bayrami munosabati bilan tabriklayman. Şunun bilan birga bugungi bu so'rinni uyushtirgan Miraj şirkatiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bizning No'ruz bayramimiz uzun tarixga, shuningdek keng cho'nqur ommavilikqa ega bo'lgan bir qutlug' bayramimiz. Onun xosiyatli taraflari intayin ko'p. Baya olimlarimiz bu jihatda ko'p to'xtaldi. Bugun endi mushu so'rinni uyushtirgan Miraj şirkati alayda birinchidan o'zlarining mushu şirkatni gullantirib qo'lga kelgan natijalarini yo'ldoshlarga aytish bilan birga yo'ldoshlarning hammalarning mehmonlarning No'ruz bayramini ko'ngillik o'tkazish uchun mustaq bir imkoniyatni yaratganligini aytdi. Biz mushundaq jur'atlik, shijoatlik şirkat korxonchiligimizdan faxrlanamiz. Bugun mushu imoratda o'tirib ko'rdikki, birinchidan bu imorat rasmiy bizning an'anamiz bo'yicha, milliy uslub bo'yicha saylangan bir o'rda. Shuningdek, tamoqlarimiz bizning an'anaviy tamoqlarimizni asos qilgan mana bir mayli xalqaro bo'lsin, mayli o'z ichimizga bo'lsin, bir namuna ko'rsatadigan bir o'rin bo'libdi. Buningdan biz nihoyat xushal. Bugun No'ruz bayramini xotirlaganda şirkatni qurg'uvchilarga yanımı madad tilab, yanımı ishlarining o'ngishli bo'lishini, yanımı ro'naq tepishini tilaymiz, umid qilamiz. Shuningdek, bugungi so'rin qatnashuvchi mehmonlarning hammasining salomat bo'lishini, ishlarining o'ngishli bo'lishini tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Bizning No'ruz bayramimiz azaldan shoirlarimizning mushoirlari bilan o'zining ma'nosini topgan. Endi ustoz shoirimiz Hoji Mirzoyit Kerim apandini sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetli ustoz, olim, adib, san'atkor do'stlar. No'ruz markasining gultoji bo'lgan xonim qizlar va Miraj şirkatining azimatlari. Men ulug' olim bo'limiz Yusuf Qasajib Mahmud Qashqarining ana yurti bo'lgan Qashqar xalqining salomini ilib keldim. Assalomu alaykum. Bizga Qashqarga yettimizga taklifnoma berib ekan. Bulardan shoir Toyir Talib, Ablat İsmail, Tursunbek İbrahim ve Fakir keldik. Hacı Ahmet Koltikin, Tursun Qadir, Ayşem Qayyimla selametligi yar ben gelmek için kilemedi. Ulanın kızgın, samimi salımı yollayman. Hemellerinin No'ruz bayramına mübarek olsun.
bu xosiyetlik Navruz bayrami munosabati bilan peshqadamlarning bir yerga jam bo'lishimiz ajdodlarning ruhini xush qilg'isi, avlodlarga umid, g'ayrat baxsh etgisi va davomlashtirgisi. Men bu sorunni tashkil qilgan xalqimizning mardonlariga, ya'ni Miroz shirkatining azimatlariga chin qalbimdan rahmat aytaman. Hammalarining umriga barkat, xizmatlariga muvaffaqiyat, hayotlari xotirjamlik tilayman. Rahmat. Qashqar xalqining salomiga rahmat. Endi ustoz shoirimiz Tahir Talib Efendi'ni qizg'in chavak bilan taklif qilaylik. Assalomu alaykum. Mushundaq qutlug' xushalliq kunda men hammaylarni bir kuldugidek, xo'sh qiyg'idek bir narsa elib kelgim bordi. Lekin o'zimda bor narsa unda bo'lmay qoldi. Shunga shuni qanday bo'lsa shuni o'qib beray. Mehmon biz hammamiz mush dunyoga degan she'r. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Men sizga muhtojman, siz menga ba'zi. Sizda suv yetarlik, menda o't yolqin. Siz menga taqazzo, men anga ba'zi. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Bir yerda yursakmi shundaq hamisha. Oy kundek müküşüp yürüsekmi pinhan, yaşashning istiki o'rtaq hamisha. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Şunu men suvay, men sizga üzümni. Kim bile, etila kim ba kimim yok. Görelmey kalamsız tehi yüzümni. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Ağzıdar bolimiz, baldur birimiz. Sizga mo başqalar chiqar oq bog'lab. Shundaq o'chrassiz ketib turimiz. Siz mening mehmonim, men sizga mehmon. Mehmon biz hammamiz mushu dunyoga. Mehmon biz, mehmondek o'tayli do'stlar. Issiq nur berishib chigik dillarga. Tugadi, rahmat. Rahmat. Endi il xalqining o'tliq qizg'in salomini elib kelgan hozirgi zamonning Nasriddin Efendimiz, ustozimiz İsam Qurban aka bilan uning yetuk shogirdi Akramni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Navro'z ahli, Navro'z bayramlar muborak bo'lsin. Bugun Ilidan İsam akam ikkimiz keldik. Yana Ablat Abdullah aka qadam tashrif qildi. Muhammadjon Rashid akamiz kasal sabab bilan azroq uzr qo'yib kelanmidi. Shunlashqa oldi bilan hammanglarga ili xalqiniki salomini yo'llab o'tay. Rahmat. Endi bizningki ustozimiz bo'lgan Uyg'ur xalqininki hozirgi zamon Nasriddin Efendisi İsam akaning og'zidan bir ikki latifa anglaydi. Qani marhamat. Assalomu alaykum Navro'z ahli. Men hozir Navro'z ahliga bir ikki latifa deb beray. Men Qashqarga bordim. Qashqarga o'yin qo'yg'ini berib, 3 parcha gilam olay deb bir gilamchining dukuniga kirdim. 3 parcha gilamni so'zlatsam 2800 so'm dedi-de. Ben 2100 so'm beray. Desem 50 so'mni elib qo'limga urdi. 50 so'mni qo'limga urgandiki 2100 so'mga beribdi-de deb o'ylabdim-a. Ma 50 so'm cho'zu pullar olib qolsin. Mishadan azroq mansla bo'ri bozori va chagi berib baqamlar dedi. Biz imerce adamlar bilen
Kaşkağa oyun koyunu bardık. Oyun koyunu bağanda Ömercan dedi, şu Kaşka tümende yarsın, ekip etsen, nereden çıkarsan sen dedi. Bunu repet sıkılmadan nerse, ve ne dedin ha Ömercan desem, Kaşka tümende yarsın, ekip etsen, nereden çıksa dedi. Ekip verip ilide öydikilerinin çelikliği çıkama. Ben süydün gibi verip kaldım. Süydün'de bir toyda yaş vaktimiz kattık içip mesop kaptım ha. Şunun ulan süydün'den balları yine bir yerde toy var dedik o. Yer belirttim ha. Eğer ki Arak'ın küçüğü bilen yani alamet kız süydüm ben de. Kız bulup bu kimle üye desem. Hazır ki benim ayağımda koyuvetki adamla üyken de o. Kelip tılla örtme. Zemini kan bana tekkeni koşuyor soldu ki, bırınkı yol ki, sert bir taz ki. Hep tılla örtme, sakçının makinesi ekip koygan. İslam ki, tazda tılla verme, onun dadam buldu deydi. Sonra gelip öydikiler dedim. Bana tekkeni koşal olsan oldu ki, bırınkı yol için sert bir taz ki. Sen taz olgan bile salafetlik deydi. Rahmat, İsamkam rahmat. Onda olsa, hürmetli köpçülük, menmu, İsamkamның avazını doğrap, bir işkiler tepet berey. İsamkam bilen oyun koyup janıp bağaqtımızda bizden ait yaxşı kütüp aldı. Kütüp çoğun bir sorun hazırladı. Hazırlagan ekan bir kishi İsamkamga şununda qarab o'tirib ketib, axiri yine kelib, "İsamkam, men to'ndilimi?" degandi. "Yo, to'ynamadim" dedi. Burun şu Davutcan Nasır bilen bizning jutqa kelganda, men sizni uyga ayrim bir chaqirib mehmon qilgandim. Sizning chaqchaqlarini anglagan, naqshi Davut ekanligini anglagan degan. "Yo, u chaqda men sizning uyga kirganda qilmadim, esimda yo'q" dedi. Umdaroq o'ylab baqsizlar, shu chaqda qo'y so'ydim, to'qo so'ydim, beliq akeldim degan. "Yo, nim deydi, nedi? Qo'y yemedim, beliq yemedim men, esimda yo'q" deb maya qarab o'tagandi. Bopda asrdan chiqib qapti. Shu chaqda men sildim ben münkoy qazab turgandis. To'xta, endi esim kelib o'tadi. İsamkamның burun bir ayoli o'lib ketdi-da. O'lib ketdi-ki, bu ayolga ancha yig'lab qo'ymabdi. Yana 6-7 oy o'tgandan keyin bir eshigi o'lib qapti-ki, shunda yig'lab ketdi-da. "Voy eshigim, harvini umdan so'rab etizga yaxshi mangdiga eshigim" deb yig'labdi-ki, qo'shnilar kirib, "Voy İsamka, nim qildingiz bu? Ayolingizga ancha yig'lab qo'ymadingiz. Bu eshak kim og'iz ochgan nadi bo'dis?" "Ahmoq, bizning ayol o'lib ketganda qo'shni qo'limlar rahbarlar kirib, "Savri qiling, sizga yana bir ayol ip birimiz" deb rahbarlik men bir ayol ip berdi. Ma eshak o'lganga bir oydan aşağı dedi, bir adam kirip eşek ip birey demeydi dedi. Ahırda yana bir latip deb berey. İkinci Dünya urushida Sovet ittifoqida hamma millatlarni urush qatnashtiribdi-da. Uzun okopni ko'labdi, qo'ral tutib yotadi ekanda, bir o'zbek bilan bir qirg'iz bir okop yotadi ekan. O'zbek maqtindi ekanda. "Mening vatanim paxtazorlik" desa Qirg'iz, "Mening japchashil joylar, at bar, kala bar, siyir bar, to'gi bar" deb maqtnavasa, nemisning tanklar ta kelib qopdi. Qirg'iz, "Vatan uchun" deb o'rinda qopsa o'zbek, "Ay Qirg'iz, yot, bu sening vataning emas. O'lasan senga o'q tegadi, yot deyman" des. "Mayli, o'lsam o'ldim. Alg'a" deb chiqibdi-ki, bir tal o'q uchib kelib, yampashning yerimini shilib akibdi-ki o'zbek, "Ay Qirg'iz, vatanim deb ko'taningdan ayrilding" deb. Rahmat, ko'pchilik rahmat. Ama G'uljining yana bir salimi voqean men o'qiydi. Hurmatli do'stlar, qarindoshlar, hammanglarning Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Aslida bugungi so'rinning sohibxonlari bu katta marakaga meni taklif qilgan ekan, lekin salomatligim yor bermay bugun bu so'rinda har biringlar bilan birga bo'lolmadim. Buning uchun intayin xijilman.
Shundaq bo'lsa, sohibxonlarga tashakkur bildirish, ko'pchilik bilan g'oyibona didarlashish va Navro'z bayramini tabriklash maqsadida Navro'z dehqon bayrami degan oddiy bir parcha she'rimni talantli shoir Inim Muxtar Bug'roning o'qib berish uchun avatdim. Qabul qilishinglarni va meni o'zinglar bilan birga deb tushunishinglarni umid qilaman. Hurmat bilan Muhammadjon Rashidin 2009-yil 3-oyning 20-kuni G'o'lja. Navro'z dehqon bayrami Muhammadjon Rashidin. Navro'z keldi shoirlar qalamlaring taq bo'lsin. Yozar bo'lsang tasviri bir daftarga sig'maydi. Qo'shoqlarga qatqan deb etizlarni ehtimol shoir kelsa dunyodan avval dehqon yig'laydi. Ikkimizga gunohdir untilg'ini dehqonning. Qadoq bosgan qo'lidan yumshoq nonning chiqqini. Şunu dep yür tektingni nadin desi sehradin. Biz bulaylı dehqonning qerindishi tuqqini. Çıraylık et, oğluk et, nakşı estan çolpalla. Yaxsı andın çolpan sen, etkan nakşan dehqonga. Ütelmeysen aka bol sınıqıdın sehranın, bulalmaysan cin çolpan moda nakşı etqanga. Dehqon degan Xizr xaq, padişah xaq, vezir xaq. Kelkün kelsi, jut kelsi aval yurtni o'ylaydi. Quyuligini az emas qo'ymichig'i ularning, quyulsimi o'zlari amma xaqni qo'ymaydi. Quvvat talqon deganlar kirib chiqmas yodiga. O'ylamaydi azaldan o'z rizqidan boshqani. Ikki eg'iz o'y solsa bir eg'izi mehmonning sexiylikdir bahorda uruq bilan chachqini. Anlab qaysun baylamo Navro'z nomi bu yerdan. Ko'rib qaysun dehqonni yiroqlardan kelganlar. Untumusun sehrani bir yillari seherden aş tok çıkıp binemde aylab başak tergelle. Navro'z degen dehqon bayrami, Navro'z etiz bayrami, küçüp çıkar etizga mahaldin avatlık, Xizr degen sehrada Xizr degen etizda ronak tapkan eside etiz bilen hayatlık. Qazını da qaynaydı 9 xuruç Navro'zning. Tasvirlasam maqtasam ilan mıdır dep qalmang. Çıkı doğru dehqonning etken eşi ezelden işmegenler birçine kiyin pişman yap kalman. Rahmet. Yetuk tilshunasimiz Abdurup Polat Efendi'ni teklif qilamiz. Merhamet. Esselamu aleyküm Navro'z ahli. Bugünkü dünyada Uygur bayada Navro'z kutlaması, Navro'z bayramı. Şu tapta Beijing Merkezi Milletler Üniversitesi'de Navro'z bayramı kutlanıvatıdı. Ben Beijing'de milli medeniyetimiz için hizmet kılıvatkan ilim ehlileri vakaletten şu soruğun teklif kılgan Miraç şirketi liderlerine Çin kalbimden rahmet eytimen. Böyle biz Beijing'de devamlı okuvatkan bir nakşinin tekisini okupurayız. Obal art teğeden balkıgandı gün, nur imip illedi Uygur zimini. Çillidi alemge irpan xorizi, Kaşgarlik Mahmud bu ilimnin piri. Esirler koynada sınaldı divan, alemni söydürdü onun kımmeti. Mün yıllar ötüp unutulmadı hiç, Möcize yaratkan alim himmeti. Şunlaşka 2008 yıl ataldı dep Mahmud Kaşgari yılı. Dünyavi şarapet küldürdü elni, yaşnadı şatlıktın Uygur'nun dili. 1000 yılga kut yene, 1000 yılga plan eli kollarda igiz. Evlatlar beside nusret cilvesi. Kaşgari vatanning abide teşi, Mahmud bar Uygur'nun mengu tik beşi. Rahmet. Şimdi Ateş yurtunun vekili Peşkadem ustaz şairimiz Abduhalik Uygur şunas Muhammed Şaniyaz Efendi'ni İdqut halkının Navro'zlik salamıga teklif qilamiz. Merhamet. Assalamu alaikum, hürmetlik Navro'z ehli. Assalamu alaikum, muşu danlık, güzel oğan,
xuddi shohlarning ordusidek saltanatlik Miraj hasdorlik cheklik shirkatining mushu katta binosini vujudga keltirib, kundan kunga, oydan oyga, yildan yilga barkatlik savdo qilib, diyorimizda tunilgan Miraj shirkatini qurgan hurmatlik azimat Kerem Mahmud Hacımga hem Abdüzahir Damıllacım başlık barlık payçıkla hektarlarga Abdühalik Uygur'un yurtu olan Üzümzar Vada güzel Turpan'daki her millet halkının ateş kaliplerden çıkan güzel tileklerini, kızgın salımını, hürmet, muhabbetini yetkizmen. Ben muşu tapta intayın hayacanlık kalbim bilen muşu yurtumuz Ürümçideki cümleden bütün Şinjan'daki muşu dağındar Miraj şirketinin muşu şirketini kurulan azimetlerinin yaratkuçunun hidayeti bilen tekimi köp ravaş tepip kündün günge yıldan yılga aydan ayga runak tepişini tileymiz. Hemenizle rahmet. Harbet Şahliyaz'dan rahmet. Hem anı yazgıçılarımızın vekili hem Kumul halkının vekili Ustaz yazgıcı Ayşem Ahmet Hanım'ını anı yazgıçılarının Noruzluk salamığı teklif kılımız merhamet. Hürmetlik mihmallar. Hemmelerinin Noruz bayramıga mübarek olsun. Ben bu yaktan hesaplaganda Garip'nin, ayaktan hesaplaganda Şerik'nin tarihten beri bir dervası bolup kelivatkan Kumul diyarıdaki emgekçi Kumul halkının otluk salımını yollayman. Bugün ecdatlarımızdan davamlaşıp kelivatkan annevi bir Noruz bayramı. Bu Noruz bayramı uzun tarihi igi boğan, kollektivizmlik ruh igi boğan, milletimizni ittifaklık, inaklık, buraderlik, hem söhbetlik, yine ademgerçilik asasıda terbiyelep kelivatkan bir mektep boğan Noruz bayramı. Bütün ademler ve bütün canlıklar Noruz bilen kökligen, hem Noruz bilen güllügen, Noruz bilen yenilangan, Noruz alemnin bəxt anısı, Noruz şartlık ve bəxtinin hazinesi, Noruz adamlar qadrini namayan qoğucu degan tarifatlar bilan ta'riflanib kelgan. Noruz bayramının xislatlarini aytib köp. Men bugun mayaga kelib bu xon saraylaridek yoki bo'lmasa podshohlarning saraylaridek silingan bu imoratni ko'rib ben xo'shal bo'ldim. Yani bu imoratni qurgan hojimlar guruhini ko'rib ulardan ben faxrlandim. Uyghur milletimizin içinden mushundaq hojimlar, mushundaq ticaretçiler çıkıp Uyghur milletimizin sol sahasideki ruhini hem bu sahadaki kesimini güllendirip oturdu. Ben bu evlatlarımıza rahmet etime. Hem Miraj şirketinden bunundan keyin güllep rivojlanishi, taraqqiy tepish uchun oliy tiligimni bildirme. Rahmet. Ayşem Hanım'ın rahmet. Hem Aksu halkının salamını elip gelgen Aziz Kamlı sahnek teklif kılımız merhamet. Alımlar, ustazlar, hanımlar, hemminlarning Nuruz bayramlari mübarek olsun. Aksu'dan Tunyaz efendi bilen meni Muhtar Boğra efendi alaydan teklif qilibdikan. Tunyaz efendi vaqt yer bermey, yetib kelemey kaldı. Aksu halkıga vakalatan, Aksu'daki mehnatkash halkıga vakalatan men mushu Nuruz bayramını tashkillagan olimlarga, Miraj şirketining qurg'uvchilariga ko'pdan ko'p Nuruzlik salam yo'llayman.
Hammaylarning tinning salomat bo'lishini, ömrünün uzak bo'lishini tilayman. Xo'sh. Aqsu xalqining No'ruzluq salomiga rahmat. Endi ustoz san'atkorimiz, hem ijodkorimiz, hem o'rinlig'ichimiz Iminjon Yusuf Hojim akamizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Seni bekip koşkan katarga giriştirgen pesli baharga Seni bekip koşkan katarga eriştirgen pesli baharga yetiştirgen pesli didarga o senin atan o senin anan eriştirgen vesli didarga o senin atan o senin anan Emdi onun gözleri xire Bilih yadet bana almay üre Emdi onun gözleri xire Bilih yadet bana almay üre Yokluğumdan hürmette bre O senin atan O senin anan Yıllar uzar, yaşlı bir öter Sinni ömür hazan ikter Yıllar uzar, yaşlı din öter Sinni ömür hazan ikter Haddinle onu beşinde küter O senin atan O senin anan O senin atan O senin anan Iminjon Yusuf Hojim akamga rahmat. Men elib chiqqan bu mo'ysipit otimiz
bizning hozirgi zamon peshqadam ustoz adabiy tarjimonimiz Lo'shunshunos To'xtibaqi Artish akamiz bo'ladi. Bu akamiz 100 yoshga yaqinlashish oldida bizga No'ruzlik sovg'a sifatida mehmonlarga tunigun nashrdan chiqqan Ko'ngildan ko'ngilga yo'l nomli kitobini No'ruzlik sovg'at qilib olib kelibdi. No'ruzlik sovg'asiga rahmat. Mehmonlarimiz qaytish oldida bayatin imzo qo'ygan o'rindan To'xtibaqi Artish akamizning No'ruzlik sovg'asini olib ketishini unutmayli. Rahmat. Marhum rahmatlik atimiz, rahbarimiz Ahmadjon Qosimiy apandining qizi doktor bizning tabiiy fan olimlarimizning vakili Adolat Qosim xonimni bir ishki qiz No'ruzlik salom berishga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum so'rin ahli. Men oldi bilan hammamizningki o'zim shuning ichida bizning ulug' Nuruz bayramimizni tabriklash bilan birlikda avval opam Maynur xonimning salomini hammalarga yetkazmoqchi. Opam bugun uyda mehmon bo'lib qolganligi uchun, ya'ni o'xshashlar bizningki ochsinglar Nuruz bayramini sizning uyingizda o'tkazamiz deb talab qilganligi uchun uyda mehmon bo'lib qo'yib kelamidi. Menga bu salomni yetkazishni havola qildi. Hammasininki bayrami muborak bo'lsin, hammasining salomatligi yaxshi bo'lsin, hammasini Alloh o'z nazarida obdan saqlasin degan salomni menga yetkazdi. Rahmat. Endi baytin so'zlayotganlarning hammasi ijtimoiy fan yoki ya'ni so'zni tadqiq qildiganlar so'zlab keldi. Endi baytin men deyapman, biz tabiiy fanchilar yengimizni turib ish qilsaqli bo'ladi. Endi bu yerga gap qilishga mening tilim qisqa, gap qildiganga so'z boyligim intayin oz. Faqat mening demoqchi bo'lganim bu Miraj yemak şirketninki bugungi mushu faoliyatni o'rinlashtirishidan men o'ylayman, mening mushu so'rin qatnashgan hammamiz intayin xush bo'ldik. Baytin nurg'un odam buni deb o'tdi. Endi bizning texnik xush bo'lganimiz bizningki butunlay zamonaviy, nihoyat saviyalik mushundaq bizningki madaniyatimizni, bizningki qenimizdagi bak güzellik bo'lgan intilish bilan bizningki butun yer shardagi hamma xalq intildigan yemeklikka birlashtirib olgan mushundaq bir mirojniki bizning malika qolganligi bizni ham xush qildi. Mushu Miraj do'stlik saroyiga mashaga o'rinlashgandan keyin balki mashada kutuvchilar bilishi mumkin. Agar azbra xudo deb qo'l ilishib kelsanglar, kunda degidek tushda bizning doktorxonaning, bizning maktabning odamlari mashada oziqlandi. O'zinglar bilasizlar, hozir bizningki yangi zamonda bizning ichki o'lkalar bilan, chet ellar bilan, butun dunyo bilan bo'lgan aloqamiz cho'nqur qo'yiqlish orqali bizning yurtimizni gullanayotgan vaqtda bizning maktabga bir kunda keladigan mehmon Amerikadan tortib Afrikagacha, Bejindan tortib Shizanggacha hamma yerdan odam keladi. Ham o'zimizningki Xinjiangning hamma yerdan odam keldi. Biz kelgan mehmonlarning mutlaq ko'pchiligini mayli hukumatning mehmoni bo'lsin, mayli ma'lum bir kichik kollektivning mehmoni bo'lsin yoki shaxsiy mehmonimiz bo'lsin, biz asosan meshaga kelamiz. Bu kelishimizning sababi bu o'rin bizningki millatni, bizning Xinjiangningki mohiyatini butun dunyoga tanishtirdi. Ikkinchi sababimiz bu kelganda burunqidek qo'saqni to'yg'izish emas, huzurlanib oziqlanish. Üçüncü jihatdan aytganda biz butun dunyo xalqiga biz mushundaq o'zimizning go'zal yerlarda nihoyat o'lchamli tamoq yeganligimiz uchun bizning Xinjiang xalqi kelganda burunqidek qo'saqni to'yg'izish emas, huzurlanib oziqlanish. Üçüncü jihatdan aytganda biz butun dunyo xalqiga biz mushundaq o'zimizning go'zal yerlarda nihoyat o'lchamli tamoq yeganligimiz uchun bizning Xinjiang xalqi jo'g'rafiya sharoiti intayin nachar, iqtisodimiz taraqqiy qilmagan bo'lsa-mu biz yana go'zal yashay oldik degan narsani muayyan qilamiz. Endi yana birsi eng qisqasi oddisi bizga intayin yaqin. Biz masalan Ardacho'ziga, Yangi yo'liga yoki boshqa o'rinlar berish uchun bizga qatnash kerak, bizga vaqt kerak. Ammo bizda buning har ishkelisi ba'zi vaqtlar qisqa bo'lib qoldi. Shuning uchun bizga nisbatan aytganda ikki bekat yo'lni berib oziqlanish, mehmonlarimizni oziqlantirish qisqa
hozirgi vaqtda biz yetmoqchi bo'lgan maqsadlarga asosan yetish uchun bu sorun bizga jiq yordam qildi. Endi bugun shu sorun orqali bular o'zlarini tashviq qildi, bularni texmi ro'naq topib qo'ysa. Men o'ylayman, bizning Uyg'urda bir gap bor, yomg'ir bilan yer ko'kirdi, duo bilan erdaptika. Endi Kerem hukümimiz ve önünki şerikleri bugünkü muş sorundaki kişilerin duası bilan texmi güllep gider. Hem muşunu mengü saklap gelip biz ve bizden keyinkilerimiz mimarların devamlılık meşeği yoklaş akilişke texmi güllendirişinlerini ümit kılma. Rahmet sorun ahlige. Doktor Adalet Hanım'a rahmet. Hem de biz ekranlarımızda anılarımızın obrazı olup hemimizde anığı boğan muhabbetini köstüvatkan pişkadem sanatkarımız Zunun kız adamını işki kelime Noruzluk sözü teklif kılımız merhamet. Assalamu aleyküm. Bugünkü muşu Noruz bezmige katnaşkan pişkadem hanımlar, efendiler, hemmanlarının Noruz bayramı mübarek olsun. Bugün ben müşahedeki utağan ayallar vakaleten bütün Afnum rayonumuzdaki çoğun küçük ayallarga Noruz bayramını tebriklep salam yollayman. Hem bugünkü sorunu uyuştuğan Miraç şirketideki hacimlarının tenige salametlik tileş bilen ularının baskan izlerinden gülle ünsün. Aileleri hatırcam olsun. Bu Miraç şirketi bütün dünyaya nam çıkasın. Anımızga rahmet. Sorunumuzda birbirimizden katta, birbirinden töhpikar, birbirinden isil atıllarımız var. Ula nurgun ügütle, nurgun hikmetle bilen tolgan. Ularni birbirlep teklif kılsak bizning arzuyimiz edi. Ammo peshqadamlarning vaqti, dam olishini har xil ishlarni ko'zda tutib, biz peshqadamlarning hammasini so'ring bir-biridan ichqanmaganligimizga Miraj shirkati sizlarga hijolatchilik bilan salom beramiz. Hamma peshqadamlarga, hamma ustozlarga vakolatan, hamma mo'ysipitlarga vakolatan peshqadam rahbarimiz Yusuf Aysa akini ikki kalima Noruzlik so'ziga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum yo'ldoshlar. Bizning qadimgi ustozlarimiz, olimlarimizning bir so'zi bor. Ustaning oldida qo'lingni tat, ustozingning oldida og'zingni tat deb. Ben burun sıcağın hinbirim buğan busamı, bugün yığın katnaşqanlar hammisi meningden aksakal, seviyesi yuqori, hürmetlik, bilimlik yoldaşlarga, şuna ben gaqimay teş oturay degandim. Lekin yoldaşlar bilan birga bugün bu bayramımızga qatnashib, mamı yoldaşlar o'xshash do'ppini kiydim. Ben xeyli uzun bo'ldi do'ppi kiymaydigan, bugün do'ppini kiydim, xiyolimda o'zimga xil qilmashdi, yarashdi. Yeni birisi Noruz işini içtim, içkendin keyin, bu Noruz işi bana ta'sir qildi. Yeni birisi yoldaşlar so'zlagandiki, yoldaşlarning so'zlari bana ta'sir qilib, bana biraz ilham keldi. Şuna endi başka vaqtlarda so'zlab, bu o'zimizning Noruz bayramida so'zlamay o'tirsam biraz endi biyap o'qag'dak xijilib o'tirib, ama oxiri ikki og'iz gap qo'yay deb mega chiqdim endi. Mammo yo'ldoshlarga o'xshash zo'r xushallik bilan o'zimizning Noruz bayramimizni qizg'in tabriklayman. Shu munosabat bilan Avtonom rayonimiz Şinjan'daki Noruz bayramı o'tkazgan her millet halkıga chin ko'nglimdan rahmat aytaman, bayramingizdan tabriklayman. Noruz bayramı haqiqatan bu intayin ahamiyatli bir bayram ekan. Bu tabiat bayramı, medeniyet bayramı,
ishlab chiqarish bayrami. Bu bayramni yo'ldoshlar yuqorida Emin Tursun Pishqadam akimiz buni avtonom rayon rahbarlikka inkos qilib, bu bayramni maxsus mashina o'tkazadigan, hukumat e'tirof qilib, maxsus o'tkazadigan bir bayram o'rinlashtirib olsa degan taklifni qildi. Men bu taklifga qo'shilaman. Ham yo'ldoshlarmi hozirgi boshliqlar bilan yaqin o'tdi. Men ular texim yaqin o'tdim. Burun birga ishlagan, hozir demasammi, telefon bersam ha deydi ular. Mana o'gankan yo'ldoshlarning fikrini men yetkazaman. Endi mushu masalada sizlar Alham Ahmad, sizlar bir yozuvchi bo'lgansiz, obdan bir dolilik materialni yozib, yugungning tag'ini yutkishi ayni vaqtida Xudoni ta'sirlantirgan bo'lsa, bizning bu taklif fikrimiz hozirgi boshliqlarni ta'sirlantira oladigan, xinxo deydigan mundaq bir saviyada bir dokladni yozib chiqsangiz, men bularni izlab yurib buni bir hal qilsak, bu nihoyat yaxshi fikr bo'ldi. Bugun mundaq o'tirib qarasam, bizning nurg'un pishqadamlarimiz shundaq bilimlik, bular biz millatimiz uchun, davlatimiz, avtonom rayonimiz uchun zo'r boylik odamlar. Manda qarasam, bu yo'ldoshlar yoshga cho'nglab ketibdi. Chechi oqirib ketibdi, tishi sag'rib ketibdi, ba'zi kasallarga giribdi qolibdi. Endi bularni qutqizish intayin muhim masala. Ömrini uzartish intayin muhim masala. Shunga bu jihatda butun jamiyat ko'ngil bo'lsak, tashkilmi, ya'ni hozirmi ko'ngil bo'lyapti, bundan keyin bir texmi ko'ngil bo'lish masalasini bir o'ylab ko'rsak, bu jihatdami tashkiliy ahvolni bir inkos qilib olsak o'qidik. Bo'lmasa bu jon degan Xudoning, jon Xudoning deganiga odatlik ishinibdiman. Mushu Yishoyanda Sulaymon doktor deb shunda bir yosh doktor bo'ldigan, hamda 60 yosh kirgan. Bu naqsh aytib dutor chala oladi. Naqsh aytib dutorni chalsa, birinchi misrasi bulbul to'la sayraydi davanchingning qo'lida, o'lmayman degan bilan jon Xudoning qo'lida deb tarang chaldigan. Voy bu nima deganing desak, voy Yusuf aka, endi jon Xudoning qo'lida, o'sha davanchingning maynaqsiga deb. Bu o'tgan yil kasal bo'lib vafot etdi. Uning vafot bo'lishini hech kim o'ylamagan, teni shunda saqdi. Demak bu jon degan, bu obdan saqlamasak, o'zimiz tirishmasak, Xudoyimning qachon og'iz kelsa shu kamda oladi ekan. Endi Xudoni ta'sirlantirish, astaroq elish uchun qanday qilishimiz kerak? Jonni asrashimiz kerak. Xuddi pulni iqtisod qilib ishlatganga o'xshash, jinimizni iqtisod qilish kerak. Hagiz jinimizni isrof qilsak bo'lmaydi yo'ldoshlar. Jon degan mo'yliq normalik, 30 yil biz ashni normalik qilib kunda bir jin ashaydigan jinimizni xuddi shu bir jin ashagan iqtisod qilib obdan asrab uzun umr ko'rishga hammamiz tirishsak. Jon Xudoning qo'lida, Xudo qanday qilsa shunday qildi desak, Xudo andak obdan tutmasak jinimizni, isrof qilsak, yaxshi o'tkazmasak, mana apkasim ap ketadi. Shunga shu jonni asraydigan, uzun umr ko'radigan ishni doktorlarimizmi xizmatni texim obdan ishlasak, avay bir Joshu xonim, Adolat xonim bormi? Bu bundan keyin shu yashanganlarni davolab ömrün uzartish masalasini shu endi yanjang bakang bu yerda obdan bir o'ylasak o'qdik. Birsi tashkilmi o'ylasin, jamiyat ko'ngil bo'layli, bola chaqalar ko'ngil bo'layli, yana birsi o'zimizning jinini o'zimiz asraylik. Bu masala aytmoyim. Yana birsi bu yo'ldoshlar bir boylik, bu yo'ldoshlarning boyligini qizish ishini obdan o'ylamasak o'qdik. Bu yo'ldoshlar nerq olamga ketkicha hamma insonga foydali boyliqlarni mushayada qoldirib ketishini umid qilamiz. Endi qoldirib ketish uchun birsi o'zi tirish kerak, yana birsi bu jamiyat tashkilini bir amal topmasa olmoqdak. Abaya
Nemeneki Vulyan'ın cüşisi hetem jurungu mu dedim. Silimo hetahun ende müştiyat oylap koyuldu sehvayı buldu. Yaxşı gap oldu dedik. Bu nayet yaxşı. Ende bugünkü sorunu orunlaştırgan bu Miraç Uygur taamları tamakları şirkete bugün nayet yaxşı iş qıptı. Savaplık iş qıptı. Yılның 5'inde savaplık iş qılsыңızlar, ahırgacha savap tapısızlar. Bu savapның faydası kelayil muşu kem geçe muşu gün bir yıllık rolun jari qılıdı. Bundan keyin işinizde teximi ronak tapıdı. Endi bu yer kelgandan keyin hammamiz xo'sh bo'lamiz. Biz Uygur milletimi qolgan milletlarga o'xshash tarixiy madaniyatimiz, hozirgi madaniyatimiz, tarix ham zamonaviy madaniyatimiz va san'atimiz va millat. Millat. Hech nimani qilolmaydigan millat emas. Qo'limizdan har ish keladi. Hozir mana mushu ishlarni qilishimiz bizning ota-bobolarimizdan qolgan ilg'or texnika ilg'or san'at. Naqsh deymiz buni. Shunaqmi naqsh san'ati. Yani birisi endi hozirgi zamonaviy bilan qadimqini birlashtirgan. Ammo shunda amalga oshirishda birisi partiyaning to'g'ri milliy siyosati qo'lingdan kelgan yaxshi ishni qanchalik qilansang, shunchalik qilsang bo'ladi. Bu yo'ldoshlar partiyaning milliy siyosatidan to'g'ri foydalangan. Islohot echivetish siyosatidan to'liq foydalangan. Beadil echib qolmasin, Malayziyadan do'konni ochgan echibdi. Bu nega berib qilsa bo'ladi. Bu nayt yaxshi. Birisi siyaset yaxshi, yani birisi biz an'anamizni joriy qildirgan, o'zir tirishgan. Yani birisi mush atish ruhi bu nayt yaxshi. Men shunda o'ylayman, agar Xinjiangdagi bizning asonliq millatlar bo'lib Uyg'urlar atishning ruhidan yerimidan foydalanadigan bo'lsa, biz allaqachon boyib ketamiz. Ba'zilar atishni ko'z kelmaydi, voy atish andaq mandaq deb. Mening so'g'anma atishni men yaxshi ko'rim. Atishning odamlari birinchisi kallasini ishiltidi. Bu ishni qilammi, qilmaymi? Foydasi bormi, yo'qmi? O'ylab bir ish qiladi. Ikkinchisi jabo mushaqqat chidab ishlaydi. Uchinchisi o'zaro yordam qiladi. To'rtinchisi tirishchanlik, iqtisodchilik bilan ish qiladi. Bu mening o'ylaganlarimda shu atishni odamlar har ish qilsa o'ylab qildik. Atishning atrof hammasi mana nima? Soy. Aşağı kirgan kimlar bir anda baq. Bu atish xalqiniki jafo mushaqqat ichida ishlaydigan ruhining bog'ligi. Yana birisi bular ma'rif ko'ngli o'ladi. Tulxutimni bolasini o'tir maktabga o'qitdi. Yerda savodsiz yo'q, yerda divani yo'q. Shundaqmi? Yana birisida andan bular o'zaro yordam beradi. Men shu ishkirsiga olsam, 1,5 kun vaqt chiqarib, ishkirsiga berib ishlayotgan savdogarlarni yo'qlab qo'yma. Qanday qilding? Ziyon tatqini, chataq tapqini boshqa yurtlar bizning yurtdan bo'lgan. Endi atishdan ziyon tatgan birimi yo'q. Hammasi foyda olgan bular. Atishdan foyda oldi. Mesela bizim turpanı aldığan bulsak, şunca jafo bilan üzümni ishkirsiga apirib tatib, pulni yig'diganda o'z yig'may boshqa birsini yig' deb, ashuni hisob qo'ydik. Shuni o pulni yanchi hisob qilib ketdi. Aldam qo'shiraydi. Oxir bir yig'lab qaqshab nurg'un taraflari bor. Hatto men mush atishga berib, ba'zi erlari ishkirsiga sodiga ketgan, chet elga sodiga ketgan ayollardan so'rab, yo'ldoshingiz bormi desa, bor deydi. Qayerda desak, atiyanda nima Qashqarga ketgan, bozorga ketgan. Herkes boshqa yerlarning ayollari o'ldigansa, erin qayerda desa, voy er ketgan 3 yil bo'ldi, bizni unutib qoldimi, nima bo'ldi, xatmi yozmaydi. Oxiri odam ondan bo'lsa bo'ldi, yomon bo'lsa chataq chiqirdi. Atishning ayollarimi? Yo'ldoshingiz, yo'ldoshim bor, atiganda Qashqarga ketgan. Herkes Olmaotaga ketgan demaydi ekan bular. Mojinchil. Shunga men atishga qo'l qo'ydim. Atishning ruhi bo'ldigan bo'lsa, atishdek o'ylab, atishdek ishlasa, bizning xalqimiz xeyli burilib boyib ketadi. Shunga men bu
bularning mushunday yaxshi ishlashida partiyaning siyosatda o'zlarining tirishchanligi, milliy urf odat, san'atimiz, otish ruhi birlashtirilgan. Bugun keldik, bir kun shunday obdan huzurlandik. Bugun dasturxonni obdan tayyorlabsizlar. Buning uchun cho'ng rahmat. Bundan keyin buni unutib qolmay, odamgarchilikdan davomli bo'lib turdi. Sizlar uchun mandaq ko'pchilikni bir qatim mehmon qilmoqmi anchalik ketmaydi. Shunga kelayilnikinimi buningdan cho'ngaroq tayyorlik qilishingizdan umid qilaman. Anda bo'lsa yo'ldoshlar rahmat. Endi men o'sha otishlikni yaxshi ko'rgandan keyin yaqinda men o'g'limga bir otishlik qizni apadim. Otish bilan tuqolib qoldi. Şunu ben o kızga aşağı nimaga qudulag'i dedim, siz otishlik ekanmiz. Ama otish rolini joriy qilib, texmi bir ruroq deb baqina degan voy bo'ldi deb hozir aytib obdan ishlayapti. Yo'ldoshlar rahmat, hammamizning teni salomat olsun. Bo'libmi shu yashangan ustozlarimizning, peshqadamlarimizning tenining salomat bo'lishini, ömrünün uzun bo'lishini, turmushining baxtli bo'lishini, oxirgi ömrini yaxshi o'tkazib, texmi zo'r to'plan yaratishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Ham biz shundoq ularning xizmatini qilish uchun tirishimiz. Yo'ldoshlarga rahmat. Üspeysa akamga rahmat. Barliq atalarga vakolatan biz avlodlarga intayin ma'nilik, yaxshi nasihat qilganiga rahmat. Yana bir qitim rahmat. Biz hozir Yusuf Eysakimizning talebi bo'yicha peshqadam tadqiqotchimiz ustozimiz Abdushukur Turda apandini ikki kalima No'ruzlik so'ziga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Bana söz berginiz için rahmet. Benim artık sözüm yok. Endi bugünkü sorunda meşayedeki No'ruz ahli peshqadamlar, ya Allah, ay Allah, hammadan cem bo'pdik. Didar g'animat. Maşındaq bir sorunga cem bo'lganligimiz uchun men intayin xursandman. Bu xursandlik bahar xursandligi, bir qarshi didar xursandligi, cem bo'lgan xursandligimiz. Men endi to'la so'z qilolmayman. Men shoirman emas. She'rni o'qimayman. Ammo ba'zida kishi xo'shal bo'lganda yoki xafa bo'lganda qilgan gaplari she'rga o'xshab qoldigan o'xshaydi. Shuning uchun men peshqadamlarni bizning aramizdan ketgan rahmat eslab qolaman ba'zida. Eslab mandaq bir narsa degim keladi. Bug'dug'i o'xshitiman ajdodlarni. Manglayda qat-qat qo'riq, beshida qar, ko'ksida iqib bitmas qaynan buloq, etigi mangu sulmas kulgan bahar. Paqla tog'dan makon tutib turib, timisqab tog' ko'ksini ko'g'laydi ekan. Paqla buloqdan suv ichib turib, lash bilan suv yuzini bulg'aydi ekan. Paqla o'zlarini bulbullarmiz. Ömrü namoshchamda g'avg'o solmoq, chashqallar ko'ranglashmish tog' tashdim deb, uningdan qolgan meros chechtiq boyoq. Ammo tog' qaddi mangu bukilmaydi. Qarg'aylar yaproqlar to'kilmaydi. Buloqlar o'rkashlarda daryo bo'lib, ajdodlar yozgan tarix ko'milmaydi. Abdushukur akamga rahmat. Salomat bo'ling. Endi ustoz ana san'atkorlarimizdan Robiya Muhammad Hojim opamiz, Jamila Qurbon xonim, Tunisa Salohiddin appay, Risolat Hofiz appaylarni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat.
Atıla, anıla, sizler salamet olunla, ömrünle uzun bolsun. Atıla bolmasa üyümüzde bereket olmaydı. Daskınımızda, töylerimizde sizler tağdek yürek olup oturup durunla. Anılarımız salamet olunla, ömrünle uzun bolsun. Sizler üyümüzde bolmasanla, bizge yetimlikning derdi üyümüzde boran uçudu. Endi atalarımızı, anılarımızı Miraj meşrifige taklif qilamiz. İzbasarınla İsa Bek'nin oruluşida Miraj meşrifige hammayla merhamet. Allah'ın tileymen, bir Xudadan tileymen, bir Xudadan tileymen. İnsavi yok bendenden, insavini tileymen, insavini tileymen. İnsavi yok bendenden, insavini tileymen, insavini tileymen. Detmegen Xuda, detmenge detmegen Xuda, detmenci detmegen Xuda. Şıkladetni birip, esile begen Xuda, tüpile begen Xuda. Detkile vay detkile, adetkile kim bile, detkile kim bile. Şkiniz ya dediğini yaratan Xudayım bile, yaratan Allah bile. Atışniyem yılı yaman, kuşuydu otu saman, kuşuydu otu saman. Bal bilmeydi vay hemmidin köyük yaman, hemmidin köygen yaman. Kütbedige çamlaytayım, kütbedige çamlaytayım. Çaldırgan benim yarim, çaldırgan benim yarim. Rast sözüm etsam çok, rast gepim etsam çok. Ecep kıymaldı bu canim, ecep kıymaldı bu canim. Oy, ecep kıymaldı bu canim. Gece yatayım gam bilen, gece yatayım gam bilen. Gözüm yaşınem bilen, gözüm yaşınem bilen. Kaçan mı görüşemiz, kaçan mı görüşemiz. Mihribanım sen bilen, mihribanım sen bilen. Oy, mihribanım sen bilen. Barlık ustazlar, anılar, Miraj şirketinin daskını sizlerge 365 gün, hiç gündüz oçuk. Biz sizlerinin davamlıq Miraj'ın daskını mehman buluşunlarını teklif kılımız. Vaqt münasebeti bilen
Bugünkü No'ruz faaliyetimiz meşede ahırlaştı.